Assalomu alaykum Islomjonov kanali obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qo'yish bozor Shorvashxon. Akalar, bugun hafta kuniga yakshanba 2026-yil biz video syomkamizni Qirg'iziston Bishkek So'xliq bozorida olib boryapmiz. 14-iyun 2026-yil narxlar bomba bo'ladi. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Mazmunli va qisqa lo'nda chiroyli video qilamiz akalar. Xo'p, mana buni qaranglar. Haqiqiy arashanni tozasini boqaman degan aka-ukalarimizga qo'ydi kattaligini qaranglar. Mashalloh. Qulog'i necha bayka mashina? Qulog'i 22 mi? Haqiqiy o'lchanganda 22 ta, ko'rinishdan 25 ga o'xshaydi. Chisti 22. Ha, chisti. Bantirovkada 22. Mashalloh, mana qaranglar akalar. Haqiqiy zo'rlari, tozalari qo'ydi. Juda katta ekan jonivor. Bunisi ham ikki oy ham bo'g'oz, ha? Bo'g'oz. 50 ta qo'ylar, mana buni qaranglar. Haqiqiy zo'rlar. Xo'p, bular ba'zi qancha? Ikkovi 15 ming dollar. Ikkovi 15 ming dollar so'rayapsiz. Mana buni qaranglar akalar. Yoshlari ikkinchidan tug'ishiga ekan. Bittadan tuqqan ikkinchisiga bo'g'oz ekan. Mana buni qaranglar. Qo'ylar o'ta katta, chotki qo'ylar. Havas qilganlar bitta like urib qo'yasizlar, tozalari bizning kanalda. Kesalari mana shunaqa zo'rlarni olasizlar akalar, mana buni qaranglar. Mashalloh kallani. Qo'chqorni kallasidan ham o'tib ketdi, jonivorni kallasi. Juda gabaritli qo'chqor. Nomerni aytib qo'ying aka. 0770 0055 03 WhatsApp. WhatsApp nomer shunday ekan, bemalol aloqa chiqarasizlar. Mana shu ikki qo'yni qo'y qilib olaman degan aka-ukalar 15 ming dollar deyishyapti. Qarashinga ish qo'zib, qarashinga qiziqib yurgan aka-ukalarimiz mana buni qaranglar, orqa ko'rinishlari. Haqiqiy quloqdan, gavdadan hamma yoqdan bergan naq bo'g'oz qo'ylar. 15 ming dollar so'rashyapti mana jupiga. Telefon qilaverasizlar akalar, tozalarni boqaman degan aka-ukalar bitta like urib qo'yasizlar. Akalar, mana Islomjon kichikroqdan, zo'ridan, go'zalidan ko'rsating degan aka-ukalarimizga kichikroq, go'zallaridan ko'rsatyapmiz. Haqiqiy Qirg'izistonda yirik qo'zlar, gabaritli qo'zlar. Mashalloh, yo'llar ochiq bo'lganda akalar, mana shunaqasini oldindan 500 talab, 1000 talab o'tganmiz. Hozir yo'llar bekor o'tolmayapmiz. Inshaalloh yo'llar ochilib ketsa o'tamiz. Qirg'izistonni qo'zidan boqaman deb kutib yurgan aka-ukalarimizga inshaalloh maxsus video. Yo'llar ochiq bo'lsa, mana shu qo'zlar qaranglar, gabaritli, o'ta yirik qo'zlar akalar. Maza qilib mana shu kepak bilan yemini berib tursalaring qo'rada 50 talab, 100 talab boqadigan joyi. Mana buni qaranglar. Xo'p, narx-navolarni yoritamiz akalar. Yoshlari 3,5 oylik atrofida qo'zlar, lekin yirik Qirg'izistonda haqiqiy qo'zlari. Arashan, Edilbay, afg'on gibrid qo'zlar akalar bular. Xo'p, narxlari hozirgi kunda mana shuni 20 ming so'mdan so'rashyapti qirg'iz pulga. Bizi pulga akalar 2 million 8 ming so'mga yaqinlashib qoladi. Haqiqiy zo'rlarni qaranglar, 2 million 8 ming so'mdan, bizda 4,5 million 4 million oshiq sotilayotgan qo'zlar. 2 million 8 ming so'mdan. Nima deyapti akalar? YouTube ishqibozlari mana shu yerga bitta like bosib qo'yasizlar. Haqiqiy Qirg'izistonda narxlarni ko'raman degan aka-ukalarimizga xudo xolasa Arashanida, Aydilbayda hammasini narxini yoritib o'tamiz. Tomosha qilib maza qilsalaring bo'ldi. Sizlardan bitta iltimos, bitta like bosib qo'yinglar, bizga podlishga bo'ladi akalar. Bizga motivatsiya bo'ladi. Shundan biz xudo xolasa motivatsiya olib, yana ham harakat qilib, shu yerlarga kelib sizlarga video qilib yoritib tomosha qilib boraverasizlar, xudo xolasa. Zo'rlari bizning kanalimizda ekan. Xo'p. O'ta gigant yirik qo'chqor, sog'liqlarni ham qo'yganmiz, ularni ham ko'rasizlar. Mana buni qaranglar, qo'zlari. Haqiqiy duru oq yuzlari akalar. Birorta pasi yo'q. Ko'tipasi ham dumbasi yo'q. Mana buni qaranglar, oppoq yuzidan. Uzun qo'zlar, gazli qo'zlar. Birorta kalta kultasi yo'q. 2 million 8 ming so'mdan. Nima deyapti akalar? 2 yil oldingi narxga o'xshayaptimi? Lekin hafta kuni yana bir bor eslatib o'tamiz. 2026-yil 14-iyun yakshanba kuniga 2 million 8 ming so'mdan akalar narx-navolar. Qirg'izistonda qo'zlar arzon, prosta yo'l yopiq, yo'l akalar. Mana buni qaranglar qo'zlari. Haqiqiy durini, zo'rini olaman degan aka-ukalarimiz xudo xolasa yo'llar ochilsa o'tamiz mana shunaqalarni. Piramay birinchi qo'l akalar. Like bosib, shu kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa zo'r qo'ylarni chiqaraveramiz. 2 million 8 ming so'mdan. Bular ham sheriklari bor ekan. Bularda 20 ming so'mdan ozmoz o'tib beramiz deyishyapti. Bular yana ham yo'lida. Mo'jt 2,5 million, mo'jt 2 million 600 ming so'mdan bizni pulga. Lekin hafta kunni eslatib o'tdi, 2026-yil narxlari akalar, katta qo'zlar. Bo'ylari 75-70 plus qo'zlar akalar mana. Bitta like urib qo'yinglar. Shu bizga motivatsiya bo'ladi akalar. Mana akalar, yana bir qo'raga keldik. O'zimizni oldindan olib yurgan akamizni bozorda turgan ekanlar. Mana shu qo'zlarni ham tortib qo'y Islomjon dedilar. Kimga ma'qul kelsa olaman degan aka-ukalarimizga hozir nomerlarni qo'yib ketamiz akalar. Narxlar vaqt arzon bo'lib ketdi. 21 ming so'mdan aytishdi akalar. 2 million 900 ming so'mdan.
Nima deyapti akalar? Va bu narxlar aytyapman 2-3 yil oldingi video emas akalar, shu 2026-yil videosi. Bu qo'zini kattaligini qaranglar. Obunachilar, mana qo'zi bo'yi 75-77. 21 ming deyishyapti. 19 ming, 18 ming atrofida berishadi. 20 mingdan sotildi bu. Ha, 20 mingdan sotildimi? Bo'ldi, 20 mingdan biz ham 2 million 700 ming so'mga to'yib. 2 million 700. Mana. Mana uni qaranglar akalar. 2 million 700 ming so'm. Qirg'izistonda qo'y arzon kelaveringlar. Mana. Qirg'izistonda mana qo'y arzon. Bu realni narx. 20 ming so'mdan sotilibdi. Realni narx. Qirg'izistonda qo'y arzon. Arzon. Prosta yo'l yo'q. Ha, Qirg'izistonda qo'y mana tomoni bilan kuchli. Lakni bosib, og'ini qo'ying. Ana, ustozga bitta haqiqiy layk urib qo'yasizlar. Ko'ryapsizlar, narxni oladi, qo'ldan kelgancha o'zlaring bilasizlar. Bayga misol hozir yo'l yopiqlarda kelib, bo'ladi. Video qilish, xudo xolasa sizlar uchun akalar, bitta prosta aytyapman, layk akalar sizlardan. Haqiqiy zo'rlar mana 21 ming so'mdan aytishyapti. Narxlari qaranglar 2026-yilga. Qayta aytyapmiz akalar. Qirg'izistonda qo'zlar haqiqiy zo'r, yirik qo'zlar akalar. Bitta layk urib qo'yasizlar. Akalar, mana haqiqiy yana bitta go'zallar. Xudo xolasa arashan barcha qo'zi go'shini olishlar, barcha qo'ylar narxini yoritganmiz. Xo'p. Mana buni qaranglar. Gissa. Arashanning qora variantida. Gissa yengil gibrid bo'lgan u menimcha. Allohu alam, lekin arashanga tortganiga qo'ylar gabaritli, toza, chistotasi zo'r, o'sha yiltir, kalla boshlari katta, quloqlari uzun, oyoq qo'llari baquvvatidan ekan. Hozir narxlarni yoritamiz. Baka bular qanchadan? 100 danmi yo 200 mi? 100 dan, ha? 100 mingdan so'rashyapti ekan bittasiga akalar. Bizni pulga hozirgi kunda mashinalar 14 millionga yaqin bo'lyapti ekan. 14 million so'mdan so'rashyapti. Yoshlari qanday baka, yoshlari? Ha, 2-4 ekan. Qo'ylar yosh ekan. Bular bo'g'ozmasa baka? Bo'g'ozmasmi? Bo'g'ozmasa. Mashalloh. Qo'ylar lekin katta akalar, normalni qo'ylar. Sifati bor, vidi bor, dumbalari mana tikka, haqiqiy go'zal sog'liqlar. Mana shunaqa arashanni qorasidan boqaman deyotgan akalarimiz ham narxni oladi, ortib o'tib ketyapmiz. 14 million so'mdan so'rashyapti. Akalar, mana xudo xolasa dehqon akamizdan promoy video. Qirg'iziston Bishkek so'qliq. Xo'p, mana buni qaranglar, quloq boshlarini. Kallalar ko'rinmayapti jonivorlar. Ana. Haqiqiy shalpon quloq. Quloqlari 21 bor-a? Baka. 21 dan ekan. Mana buni qaranglar. Qo'zlari o'ziga yetyapti. Necha oylik qo'zlar baka? 3,5 oylik-a. Bo'ylari 80 pilusga yaqin bo'lsa, 80 pilusda qo'zlar. Taxminan shunday. 3,5 oylik qo'zlarni gabaritini qaranglar. Mashalloh. Eng qizig'i akalar egiz ekan. Ikki oyoq qo'chqormi baka? Ikkovi ham erkak qo'zli ekan. Mana bu onasi. Onasi ham haqiqiy legendarniy katta qo'y ekan. Onasini yoshi qancha baka? 6 yash. 6 yash. Ikki egiz bolasi bilan. Basini qancha so'rayapsiz? 350 ming so'm so'rashyapti akalar. Ya'ni bizni pulga 45 milliondan o'tadi. Mana buni qaranglar. Lekin bu endi o'sha internetda mashhur 15 ming, 20 ming dollardan sotilayotgan qo'zlar. Mana bular endi onasi shuni egiz ekan, shuning uchun ham narxi sal balandroq. Lekin qo'y ham haqiqat toza zo'rlar. Quloq boshlari yaxshi ko'rinmayapti akalar, to'polonda, dehqon bozoridamiz. Mana. Ana qo'zlar. Haqiqiy shalpon quloq, gabarit ham juda gabaritli qo'zlar. Bularni joy ko'rsalaring, haqiqiy ishqiboz bo'ladigan narsalar. 350 ming so'rashyapti. Go'zallari olaman deganlarga men Qirg'izistonda turibmiz. Xudo xolasa zo'rlari bizning kanalda akalar. Har doim aytib o'tamiz. Akalar mana to'polonda yuribmiz hali ham. Xo'p, jashlari qanday aka bular? Jetayli qo'zlar, ha? Jetayli qo'zlar akalar. Mana buni qaranglar. Ba'zi qanchadan aka? 1,5 ming dollardan. Liniya bormi bularda? Qanday liniya? Liniyasi 80, 1,5 ming dollardan narx so'rashyapti akalar. Qo'zlarni ko'rib o'rasizlar, dumba boshlari chiroyli holatda, o'zlari svetli, brandiy narsalar ekan. Mana. Qo'zlarning kalla boshlari ham chiroyli, urg'ochi qo'zlar akalar. Qo'y quvolaman, ko'paytiraman degan aka-ukalarga tavsiya etib o'tamiz. Haqiqiy go'zallari, zo'rlari. Mana kelib olaverasizlar, bemalol Qirg'iziston Bishkek so'qli bozorida turibdi. Bu qo'chqor qancha? Legendarniy liniyasi. Ha?
Qancha so'raysiz? 60 ming so'rayapsiz. 60 ming so'rashyapti akalar. Bizni pulga 8,5 million. Legendani liniyasi. Legendaning liniyasimi? Liniya legenda ekan akalar. O dumbalari tikka. Yosh qanday? Ikki tishmi? Ikki tishi ham bo'ladi. Endi bo'lyapti, tiklashayapti ekanda. Quloqlari, kalla oshlari hamma yog'i kelgan akalar. Tushlari ham chiroyli holatda. Kelib tepasida joy ko'rsalaring yana ham bo'lakcha bo'ladi. Xotirjam kelib aylanib, yoqqan-yoqqanni terib olsalaring, xudo xolasa Qirg'izistonning qo'zlari gabaritli yirik qo'zlar akalar. Bemalol kelaverasizlar. Qirg'iziston Bishkek sog'liqda turibdi. Astagi nomerlarga aloqa chiqsalaring, ma'lumotlarni yoritib beraveramiz yana ham. Aloqa chiqaverasizlar akalar, zonlari bizning kanalda. Mana. Bozorda qaranglar, qizg'in bo'lyapti, qizg'in akalar, qo'y ko'p. Xardorom lekin ko'p, o'shanga yarasha. Mana akalar, xudo xolasa yana bir qo'chqorlarni oldiga keldik bu safar. Qo'chqorlar ham aka bular. Qo'chqorlar. Yoshlari qanday? Ular 6,5 oy. Bu 6,5 oylikmi mana bu? Ikkovi. Uchi? 5 yosh. 5 yosh. Maşallah. Bularning qo'zisimi shularni? Cho'ng qo'chqorning qo'zi. Ha, asha otasi ekan. Akalar mana bular 6,5 oylik qo'zilar. Lekin svetli, brendiviy, toza o'sha simjunidan ekan qo'zilar. Xo'p, bularning basi qanchadan balki? Bular arzonli. Qanchadan? Mo'yko 500. 500 dan 40 dan beraman. Ha, 40 mingdan so'rayapsiz. 40 mingdan beraman. Mana akalar, qaranglar. Qirg'izistonda akalar qo'ylar misol juda qimmat emas. Mana 40 mingdan so'rashyapti. Bizni pulga akalar 5,5 million so'mga bermaydi. 5,5 million so'mdan o'tar ekan demoqchi edim. 140 bo'lsa, yo'q. 5,2 ming so'mga to'g'ri kelar ekan. 5,2 ming so'mdan akalar. 5 milliondan 10 millionga. Katta-katta qo'zlar akalar, mana qaranglar. 6,5 oylik qo'zlar. Trigveslari ham bir 65 kilo bor, Trigvesi 60 kilo, 65 kilo. Oshxo'lar ha. 60-65 kilodan Trigveslari akalar, mana buni qaranglar. 5 million so'mni. Mashalloh. Haqiqiy, lekin mana buni qaranglar. Toza o'sha simjun cho'tka jo'llar. Prosta endi liniyasi yo'q. Liniya bormi? Qanday liniya? Ha, Shiroki liniyasimi? Liniya Shiroki deyaptilar. Ha, promoy bunukiga mana Shiroki. Otasi. O'shani bolalari akalar, lekin qo'ylar, qo'chqorlar menga yoqdi mana shu. Go'zal ekan. Pullari ham, yaqinlari ham arzon. Hozir nomerlarni qo'yib ketamiz. Aka, nomerlarni aytib ketash ikki qo'chqordan. 700 700 865 aha 854. 854 ha? 865 854. Mashina biz 865 854. aha, mashina nomerdan aloqa chiqib bemalol olaverasizlar. Lekin qo'chqorlar ikkovi yaxshi narsa akalar. Gabariti ham, narxi ham arzon. Endi prosta yo'l yo'q, men aytib qo'y, yo'l yo'q akalar. Hozircha yo'llar rastamashkalar bek. Lekin ikki qo'chqor yo'qdi. Misol yo'l ochib bo'lganda mana shu ikki qo'chqorni olardim men. O'rta misol foydasiga sotsa bo'ladigan holatda turibdi mana shu ikki. Chiroyli narsalar akalar, simjo'y holatda. Mana buni qaranglar akalar, mashaalloh, haqiqiy gabaritli yirik qo'chqorlar. Qo'zi ekan, lekin gigantlardan ekan. 4 oylik ha? 4 oylik, lekin qo'zlarga gap yo'q. Bitta respekt, bitta like ekan. Haqiqiy deqqonlarda o'zidan bozorda aylanib, chiroyli holatdagi qo'zlarni qo'yib boryapti. Narxlar arzon ham, qimmatini ham chiqaramiz. Go'sht yo'nalishi, zot yo'nalishi kimga qanaqasi ko'rib bo'lsa, nazar qilib tomosha qilsin. Yo'lda ochilib qolsa, xudo xolasa olib borib ham beraveramiz. Kelib qolsalari ham bo'laveradi o'zlariga. Ha, ekovi 150 va? Ekovi 150 va 150 ming so'rashyapti akalar, bizni pulga, ya'ni 20 millionga to'g'ri kelib qoladi. 20 million so'm so'rashyapti akalar. 10 million so'mdan deyishyapti. Lekin liniya qanday aka bular? Status, liniya status 10 million so'mdan so'rashyapti. Bo'ylari 80 minus qo'zlar. Lekin to'g'rilikka zo'r ekan gavdalari, haqiqiy zo'r, mashalloh. Bitta like urib qo'yasizlar. Xo'p akalar, haqiqiy zo'rlarni nima shunaqa go'zallarni olaman degan aka-ukalarga shu videoni jo'natib turasizlar. Bitta like urib qo'yinglar akalar. Narxi qo'zlarni qaranglar, ena qo'ydan katta bo'lib ketgan mana. Mashina qo'y, Qirg'izistonda sariq qo'y misol. Mana qo'y bo'ladi, bilasizlar. Ash qo'ydan mana katta qo'zi. To'rto'yli qo'zi. Endi solishtirib qo'yayotganimizga sabab qanaqaligini videoda qisqaliklarni ko'rsatib qo'yapmiz. Quyosh ag'rab turibdi, o'shancha video zo'r chiqmayapti, lekin qo'zlar gigant ekan. 150 ming so'rashyapti ekan, mashalloh. Kallalarni o'ringlar akalar. Mana.
O'ta chotki narsa. Mana akalar, xudo xolasa, syomka davom etyapti. Bas qancha buni aka? Ha, sizniki bu. Ha? Qanchadan so'rasiz? 200 ming, ha? 100 mingdan so'rashyapti. Akalar 13 million, 14 million so'mdan to'g'ri keladi. Kalla o'shlari juda chiroyli holatda, quloq o'shlari o'sha katta arashan qo'yiladi. 14 million so'mdan so'rashyapti. Suyaklari ham katta, yirik qo'ylar. Oshcha qimmat emas akalar, narxlari yo'lida ekan. Maza qilib qo'yib olaman, mana shunaqa arashan qidirib yurgan, arashanga qiziqayotgan ukalarga dumma o'shlari ham tikka kelishgan qo'ylar ekan. Qirg'iziston beshga So'xliq bozorida turibdi. Bular siznikimi? Qanchadan bular? 120. Aha. 150. 120, 150 ming, ha? Akalar, bizi pulga 15 million so'mdan, bunisiga 18 million so'm so'rashyapti ekan. Qo'zilta bular to'xla, ha? To'xli qo'zlar, hali tug'magan yoshlari akalar mana. Dumma boshlari tikka bo'ladi ham, chiroyli kelgan. Mana bu qo'chqorni qaranglar, mashalloh, bitta like urib qo'yinglar. Bo'yi 1.10 bor ha buni, ha? Bo'yi 1.10 jonivorni bo'yi. Gabariti kattaligini qaranglar. Trikwes taxminan bormi? 180 kg. 170. Nech kilo? Men bilmaysiz. Lekin taxminan shu 170 bor akalar, 170 kg bor. Qo'chqor juda katta. Mana bu juda katta qo'chqor, lekin buni oldi u undan ham katta ekan. Narxi qancha so'rayapsiz bunga? 300. 300 ming, ha? 300 ming so'rashyapti akalar, bizni pulga, ya'ni 42 million so'm to'g'ri keladi. Qaranglar, qo'ylar haqiqiy Qirg'izistonning qo'ylari, katta qo'ylar. Bitta like urib qo'yasizlar, mehnatga mana shunaqa yoritib yuribmiz mana. Dumbalari tikka, razrez, hamma yo'g'i kelgan qo'ylar.